Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bugungi mavzuyimizni men iltimos qilardim va qat'iyan so'rardimki, qizi bor onalar hammasi eshitsin. Va men xohlardimki, bu mavzuni siz boshqa tanishlaringiz, qizlari bor dugonalaringiz, opalaringiz va tanishlaringiz bilan bo'lishishingizni. Nima sababdan? Bu ko'tariladigan mavzu juda ham dolzarb va ko'p kuzatiladi. Mana meni oldimda juda ham ko'p onalar murojaat qilishadi. Ko'p analizlar turibdi. 10 ta analizning 8 tasida qizlarimizda balog'atga yetayotgan davrda insulin rezistentlik degan holat ko'p kuzatiladi. Bu nima degani? Bu holat ayniqsa qizlarni balog'atga yetayotganda ortiqcha vazn oshib borish holati. Bu holat nima uchun? Ayniqsa balog'atga yetayotgan qizlarda ularning gormonal holati shakllanayotgan paytda ko'p kuzatiladi. Mana sizga hozir aytib berayotgan kesim 12 yoshli hali balog'at yoshidan o'tmagan gormonal tizimi endi shakllanayotgan qizimiz haqida gapirib bermoqchiman. Qiz 1 yil davomida juda qattiq stress natijasida o'qib kelgan. Chunki u avval IELTS bo'yicha imtihonlarga tayyorlangan, balini balandroq ko'tarishni xohlagan. Hozir esa u oliygohga kirishga tayyorlanyapti. Onasini tashvishlantirgan narsa bu qizning asta-sekin vazni oshishi, ayniqsa qorin sohasida. Qiz oxirgi paytlarda juda ham asabiy bo'lib qolgan. Hattoki telefoniga SMS kelganda ham juda ham asabiylashib, o'zini boshqara olmay qolgan. Shuning uchun onasi bizga murojaat qildi. Bu qizning biz analizlarini tekshirganimizda 158 cm bo'yiga bu qizimiz 74 kilogramm vazn bor edi. Ancha muncha ortiqcha vazni bor. Bunga e'tibor bermagan ular oldin ham u keng ko'ylaklar, shimlar va oversize rubashkalar kiyib yurgan va ortiqcha vaznga e'tibor bermagan. Ortiqcha vaznni insulin rezistentlikdagi eng xavfli ko'rinishi bu visceral yog'i. U qorin ichida, qorin bo'shlig'ida joylashgan bo'ladi va hattoki yaqin insonlar ham ba'zida ortiqcha vazni oshayotganiga e'tibor bermaydi. Mana qizimizni endokrinologga jo'natdik va endokrinolog saharini, qondagi qand miqdorini, insulin gormonini miqdorini va indeks xoma degan ko'rsatkichlarni tekshirdi. Va qanday ko'z bilan qaraylikki, bu qiz qandli diabetli kasalligiga yaqinlashib qolgan. Indeks xomasi 2,5 o'rniga bu qizimizda 4,5 ko'rsatkichini tashkil qiladi. Insulin gormoni esa normada 5-6 ni o'rniga bu qizimizda 18. Men ham bunday yoshdagi qizdagi tahlillarni birinchi marta ko'rib turibman. Lekin menga murojaat qilayotgan 10 ta har xil yoshdagi insonlardan 7 tasida 8 ta mana shu holat kuzatiladi. Bu holat nima bilan xavfli? Ayniqsa mana shu qizimiz uchun. Bu qizimizda agar mana shu holatga e'tibor berilmasa, ertaga u institutga kirib o'qiydi, e'tibor berilmaydi, qattiq stress natijasida yuradi va ertaga 2-3 yildan keyin turmushga chiqqandan keyin homilador bo'lish holati, farzand ko'ra olmaslik xavfi paydo bo'ladi. Nimaga? Insulin gormonining buzilishi qizlarda qizlik gormonlarini, ularning tuxumdondagi luteinizирующий gormon, LG gormonini ko'rsatkichlarini ko'tarib yuboradi va qizning tuxumdonida erkaklik gormonlar, androgen gormonlar ko'payib ketib, bu qizimiz hattoki Alloh saqlasin, lekin farzand ko'ra olmaslik holatigacha reproduktiv salomatligi ancha shikastlanishi mumkin. Shuning uchun e'tibor berishingizni xohladim. Insulin rezistentlikning belgilari qanday? Bu holatning birinchi belgisi juda ham shirinliklarga xohishi kuchli bo'lgani. Imtihonlar stress bo'lgani uchun bu qizimiz juda ham oxirgi paytda shirinliklarni ko'p iste'mol qilingan, gazli ichimliklarni ko'p iste'mol qilingan. Stress gormoni kortizol va adrenalin o'z-o'zidan qondagi ovqatlanishiga bog'liq bo'lmagan holda ham qand miqdorini ko'paytirib yuboradi va qand miqdori ko'paygandan keyin insulin gormoni ham avtomatik ravishda oshadi va bunga yana ustiga kortizol gormonining qon miqdorini ko'tarilishi kuzatiladi. Shuning uchun iltimosim, insulin rezistentlikning birinchi belgisi bu qorin aylanasini o'lchash kerak. Qanday bo'lsak bo'ladi insulin rezistentlik bor yo'qligini deb so'raydi onalari. Oddiy holat, santimetr lentasini olib, belini aylanasini o'lchab ko'ring deyman. Bu qizimizda bel aylanasi 88 cm, norma esa 80 cm, 80 cm dan past bo'lishi kerak. Tahlillarni tekshirganimizda bu qizimizda juda ham D vitamini ko'rsatkichi past aniqlandi. Unda jigarida muammo va
o't qopidagi zastoy deyiladi, xolestas holati aniqlandi. Nima uchun o't qopi va jigarda muammolar paydo bo'ladi? Bu holatda juda ham ko'p uglevodlar, shirinliklar, xamir, pishiriqlar, mana shunday holatli uglevodli ovqatlar ko'p iste'mol qilingani natijasida o't qopidagi o'tning safroni quyuqlashishi kuzatiladi. Bu safra asta-sekin gormonal tizimga ham juda ham qattiq ta'sirini ko'rsatadi. Shuning uchun ko'rib turibsizki, organizmda hamma narsa bog'liq. Bitta insulin, ortiqcha uglevodlarni iste'mol qilish, xamirli, shirinli ovqatlar, gazli shirinli ichimliklar, mana hozir yozda hattoki morojnilar, qovun, pishiqlik davri, hozir tarvuzlar pishdi. Ularni ham iste'mol qilishini nazoratga olmasak, insulin rezistentlik holati hammada ko'payib ketaveradi. Iltimos, mana shu holatga e'tibor beringizlar. Bir yilda nafaqat balog'atga yetgan qizlarni tekshirish kerak, yigitlarimizni ham tekshirib turish kerak. Chunki hozirgi ovqatlanishimiz tartibi juda ham ko'p mana shu suyuq kaloriyalarni, zararli kaloriyalar deyilamiz, gazli shirin ichimliklarni ko'p iste'mol qilish, fruktozaga boy foydali deymiz, qovun, tarvuz, banan, hozir uzum pishadi. Mana shular hammasi qondagi qand miqdorini ko'tariladi va bu yillar davomida asta-sekin qandli diabet kasalligining ikkinchi turini rivojlanishiga sabab bo'lib qoladi. Har bir oilada meni ko'rayotgan har bir inson eshitishni xohlayman. Har bir oilada insulin rezistentlik holatiga uchragan insonlar bor. Buning yana bitta belgisi bo'yinda, tirsakda, tizzalarda, qo'ltiq ostida va ko'krak ostida qoramtiq dog'lar paydo bo'ladi. Xuddi teri yuvilmagandek kirdek dog'lar paydo bo'ladi. Bo'yinda ko'pchilikda papilloma degan, borodavka degan oyoqchasi bor o'simtalar paydo bo'ladi. Yana bitta belgisi shirinlikka, yog'li, ba'zida sho'r ovqatlarga juda ham qattiq talab kuchli bo'ladi. Bunday insonlar o'zlarini boshqara olmaydi, shirinsiz tura olmaydi. Yana bitta belgisi ovqatdan keyin qattiq uyquga tortish holati. Yana bitta belgisi soat 3 dan 9 gacha juda ham qattiq, kuchli, imенно uglevodli ovqatga talab kuchayadi. O'zida mana shu belgilarni eshitganlar, mana shu belgi bizda bor degan insonlar tezda o'zini tekshirtirib, mana shu tepada aytib o'tilgan glyukoza, insulin, indeks xoma degan ko'rsatkichlarni tekshirib, bu holatlar bilan endokrinologlar kuzatiladi. Lekin biz nutritsiolog shifokorlar tibbiyotni terapevt, endokrinolog, nevropatologga bo'lmaymiz. Bizga agar murojaat qilsangiz, biz hamma tizimni boshdan oyog'igacha tekshiramiz. Endokrinolog tekshirgan gormonlarni ham tekshiramiz. Terapevtga tegishli bo'lgan muammolarni ham tekshiramiz. Qalqonsimon bez faoliyati juda qattiq zarbada hozir yoshlarda. Qalqonsimon bez faoliyati, oshqozon osti bezi faoliyati, hammasi bular mana shu holatlarda juda ham qattiq, kuchli stress holatida bo'ladi. Birinchi 5 ta bizga qilgan, murojaat qilgan va izohlarda aktiv bo'lgan ayollarimizga agar bizga murojaat qilsangiz, sizlarga bepul konsultatsiya beramiz. Farzandlaringizda qanday muammo borligiga qarab, qanday tahlillar topshirish kerak, mana shuni hammasini bepul o'rgatib boramiz. Agar bugungi sizga yetkazib bergan ma'lumotlarim foydali bo'lsa, izohlarda faol bo'ling, bizga podpiska qiling va bizga murojaat qiling. Biz sizga qo'limizdan kelgancha xizmat qilamiz.